Assalomu alaykum, meni kuzatayotganlar. Bugun 7-fevral. Bugundan boshlab 7-martgacha men blogerlik boshlashga qaror qildim. Nimaga aynan 7-martgacha? Chunki ertaroq natijalarga erishishim kerak. 8-martga onamga kattaroq yaxshi narsa sovg'a qilmoqchiman, shu blogerlikning foydasiga. Odam qilgan ishni odam qiladi. Tinmay mehnat qilib, tinmay harakat qilsam, mana shu yo'lda ham natijalarga erisha olishimga o'zim ishonaman. Odam harakat qilsa bo'ldi, Alloh o'zi beraveradi. Nimaga ertaroq erishishim kerak degan joyiga onam